أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Durusul Balag'a namli balag'at fasohat sohasiga yangi qadam qo'ygan o'quvchilar uchun tayyorlangan bu darslikniki biz itloq va taqid babida turyapmiz. Jumlani mutlaq keltirish va muqayyad keltirish. Mutlaq keltirish deb bo'ldik, muqayyad keltirish babida turyapmiz. Muqayyad keltirish haqida biz oldin bir darsda bo'ldik. Endi hozir bugün oladiganimiz bo'lsa shart babini olamiz. Cümleni şartlik cümlege aylandırıp mutlak keltiriş. Neme için ona kılındı? Cümle, mutlak cümle neme için şartlik cümlege aylandırıldı? Neme faydası var diye bak geldi. Ve emme şartu. Emdi şart bolsa deydi. Fettekyidu bihi. Şart bilen cümlene kayıtlaş. Yekunu lil agradi allati tuaddiha maani edevat şart. Yani şartın vasıtaları, şart vasıtaları, edevat şart vasıtalarının manaları ada kılıdığan, elip barıdığan garazlar üçün buludu. Yani şart cümleni şart bilen kayıtlap getiriyor. Ne için buludu dese, şart vasıtalarının manaları elip barıdığan garazlar üçün buludu. Yani bu şart vasıtalarının ki manası var, ama şart vasıtalarının manası var. Ama bu manalar malum garazlarga elip barıdı. Şu garazlar üçün cümle şart bilen kayıtlanır. Mesela kez zamani fi meta ve ayyana. Mesela meta ve ayyana diyen kaçan diyen manası kaçan diyen gap. Bu ikisi manası ne zaman. Dikim zaman bu ikisi manası zamanla bildirdi. Yani zamandaki düşünüksüzlük ne? Dikin garaz nima? Zamandaki düşünüksüzlükteki umumlığı. Zamandaki kelgüsü ya ötken zamandaki düşünüksüzlüknin yani mucmelliknin ve umumluk debat bir garaz gelip bardı. Kaçan desek kayısı zaman bolsa maydı şıkılır. Vel mekan mesela mekan okşaş fi ayna ve enna ve haythuma da mesela. Ayna diyen nada, enna diyen mu nada. Enna'nın işkimesi var kandak. Nada da işkimesi buludu ve haythuma mesela. Bu nada diyen yapamız. Kayarda nada, kandak yada diyen yaplar. Bu şah muhammesi şu makandaki boğan mücmellikinin umumluğunu ifade etmek mesela. Vel hal mesela. Hal keyfe madı mesela. Keyfe madı ki garaz deme hal. Keyfe madı ki garaz halet mesela. Bu şu cümledeki kandak halette elip belgalıqını söylep bilişsin. Haletlen ketirilir. Ve istifa'u zâlike. Hoş. Emde ve istifa'u zâlike. Ve tahkikul fark. Emdi muşu mesela muşu şart vasıtalarındaki meta, ayyana, ayna, enna, haythuma, keyfema diyenlerinki istifa'u zâlike denge tuluk manilerini günüş, tuluk tefsilat ediş ve tahkikul fark beynel adavat. Muşu vasıtaların arasındaki farkını tetkik kılış, tefsili tetkik kılış yudkeru fi ilmin nahu. Nahu ilmada tefsili zikir kılındı, bunu biz bekirmeyimiz. O bizdeki işimiz emez. Ve innema yufraquha huna demek bu yerde bir fakatlam in ve iza ve lev üç lam tefsili ayrılıyor. Demiş hadise ihtisasiha çünkü yani in ve iza ve lev bi mezaya tuaddu min vucuhil balagha. Balagat yollarından hesaplanılan hissetlerge has boğalık üçün. Fe in hem de in ve iza hoş biz hem de şunu aramakçağız. In iza lev. İn ve iza, in ile iza ilişkisi kelgüsü zamandaki şart düşün. Kilidağan zamandaki şart düşün. Ve lev li şartı fil mudi, ötken zamandaki şart düşün. İn ile iza demek çoğun cihat arada in ile iza demek istikbal, kilidağan zaman için kiridi. Yani fiilin manasına özgertidi, kilidağan zaman özgertidi. Hem bunlar asasen kilidağan zaman fiili kilidi. Eğer kilidağan zaman fiili kemisi mu, manini kilidağan zaman özgertidi, ötkeydi. Levcu ise ötken zaman fiillen birlikte tamam mı? Eğer ötken zaman fiil kâmgen bolsun mu yine ötken zaman ötkeydi yani. Şunu anlayın. Hem vel aslı kaide biz de hakkında mesele biliş için ben bunu da dep kelime ben aslı kaide biliş gerek. Aslı kaide bilgenden keyin nimeni bilmez. Ama aslı kaideden çıktığını bilmez. Aslını bilmegenden qanday şaqni bilib tarmoqni biladi bilinmaydi.
Vel aslu. Aslı kaide fil lafız. Lafızdaki aslı kaide ne midir? Eyyet be'al ma'na. Maniga ergeşmekidir. Maniga ergeşçidir. Aslı lafzıga qanday bo'lish kerak? Lafzining ma'nosi o'tgan zaman bo'lsa, lafz o'tgan zaman sig'isi kelish kerak. Lafzining ma'nosi keladigan zaman bo'lsa, lafz keladigan zaman sig'isi bilan kelish kerak. Asli qoida. Fayakunu anda olgandikin yakunu fi'lan mudari'an. Lafz fi'l mudari bo'ladi ma'a in va iza. In va iza bilan lafz qanday bo'ladi? Fi'l mudari bo'ladi. Va madiyan degan gap va yakunu lafzu madiyan ma'a law degan bu. Yani lafz law bilan nima madi bo'ladi. Law kirib qolsa madi bo'ladi. Asli qoida. Tushunarmi? Endi ba'zilar olmuş ketishi mumkin, ma'lum tuaning sabablar bilan olmishadi. Masalan, ve Kur'an-ı Kerim'de ve yestaghifu yughathu bima'in kalmuhl. Yani eğer ular yani feryat qilib, dod feryat qilib yordam talab qilsa, yughathu bima'in kalmuhl degan gap xuddi muhlga o'xshaydigan suv bilan ularga yordam beriladi. Muhl degan yani eritilma metal, temir, oltin, kumushnikki o't silib eritilgan shu valaq qaynab turgan shunda suvliq ishilgan davzaqlarga berilgan suv, shunda metallarning eritilgan metallarda qaynab turgan eritilma metallar deydi. Yoki bunun yeni bir ma'nosi yog'ning leyi, yog'ning tigida qolgan lay. Qaynab buduqlab qaynab turgan layning tigidagi lay beriladi deydi masalan. Hamda mishadagi diqqat shohid nima va yastaghitu in kirdi indinkin yastaghitu deb fe'l mudari keldi. Tushunarmi? Uni kenidan Abi Zuayb al-Hudali degan shoir yozgan bir she'r bor. Va iza turaddu ila qalilin taqna'u degan buniki ba'zi she'rning bosh misrasi nima? والنفس راغبة إذا رغبتها إذا قوشان لمن أي قلم وزيد قوشان والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع نفس ديان نما قط بنازي قزقتسان قزقي ولد نفسنا بنازي رغبتلندمسان رغبتلندip dunyoga to'ymay oshko'za qilaversan nafsning ko'zi to'ymaydi va iza turaddu degan gap qachonki nafs turaddu ila qalini azg'i qaytarilsa degan gap nima agar nafsiniki tizginini tutib yurgani tortilsa ila qalilin taqna degan gap ozg'imi qanoat qiladi deydi. Demak mishada iza kelganligi nima keladi? Turaddu deb fe'l mudari keldi maqsad. Shahidma. Uni keldi va law kelgan law fe'l mudari fe'l madi uchun dedikmi? Va law sha'a la hadakum ajma'in. Agar Alloh xolisa edi sizlarning hammanglarga hidayat bergan bo'ladi. Demak, law kelgandan keyin sha'a deb fe'l madi keldi. Demak, bu asli qoida bu. Tushundingmi? Ba'zi chaqda bu qoida almashib ketishi mumkin. Bu almashsa bu chaqda buniki sabablari bor. Xo'sh, endi val farqu bayna in va iza. Endi xo'sh biz cho'ng jihatdan ayirib bo'ldik. In bilan iza istiqbol keladigan zaman uchun ekan. Law o'tgan zaman uchun ekan. Buni qo'ydik, shundaymi? Endi texnik inchiklab cho'ng qo'ylab kelamiz. Endi in bilan iza ning farqi nima? Qanday in keladi, qanday iza keladi? Xo'sh, in bilan izaning farqi. Annal asl degan gap, asl qoida degan gap. Asli bunday qoida ba'zida olmuş qoladi degan. Asli degan gap kelsa nima bilasizlar? Asli bunday qilish kerak. Lekin ba'zi sabablar tufaylidan muqtazoi holi mutobiq uchun asli holatni yutab boshqa holatlarga o'tib kelishi mumkin majaz shaklida degan gap. Asli qoida adamul jazm bi wuqu'i shart ma'a in. Ya'ni in bilan billa shart tushsa adamul jazm. Yani cezm bo'lmasligi, jazmiyatning bo'lmasligi. Agar bir jumla shartli jumlada in kelib qolsa, bu yerdagi bu in bilan kelgan shartli jumlaniki yuz bermasligi nima? Yuz bermasligi ko'proq. Ya'ni bu jazmiyat yo'q. Gumon bor, gumon, jazmiyat yo'q. Val jazmu bi wuqu'i ma'iza. Ya'ni asli qoida agar jumla shartli jumla izo bilan kelib qolsa, jazmning bo'lishi, jazmiyatlik bo'lishi, jazmanlik bo'lishi nima? Asli qoida. Demak, masalan o'ylab qo'yinglar, masalan in bilan kelsa, masalan in tusibhum sayyi'atun. Agar ularga bir yomonlik yetib qolsa deb masalan shak bilan keladi. Oz yani 105 oz va shakva kelishida. Endi nima deb izoj masalan iza waqa'atil waqi'a. Iza waqa'atil waqi'a. İza şemsu kuvvirat. Demek iza kelgan yana hammasi nima davomli shu nima jazman bo'ladigan ishlar uchun keladi. Uni kenidan masalan ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas salati deganda masalan iza namoz tartilish namoz o'qisanglar yangi iza keldi. Ve in kuntum junuban fattahar deb junub bo'lashga in keldi. Demak
bizde 4 xil holat var. Biri cezmellik. Yani biri köp yüz bilish. Bunun dermidel aksi karma karşı şek. Bununki yine biri az yüz bilish. Nadirlik. Şuna ama bu şu holat. Demek cezmellik ve köp yüz bir gayagına bir kilo izah kilo. Nadirlik ve az yüz bir dıgal ve şek gayagı çoğu in kilo bir. Onu kedidin tıkımı maslışıp izah kegene cezmellik kilo gayagı tıkıp fiil mudari kilo onuğa fiil madi kilo. Nemeler li tahakkukul vuku. Bunu yüz bir şukum cezmen bu kalıp şunu. İnniga çoğu inga asası fiil madi kemaydı. İnninki fiilga. İn harf şart fiil şart asasın mudari kilo. Şundan ama müşahede hazır şunu söyleyeceğim. ولهذا مش sebepten غُلِّبَ استعمال الماضي مع إذا. Şu sebepten ötken zaman fiilini izah ile işletişleme köp hallarda şunda kılındı. Köp hallarda. Devamlı izah vakatil vakia, izah zulziletil erd. Hemmesini ma ötken zaman fiili, madi fiili. Manisi çok yıldan zaman fiili maniyetimiz. Bunda kaçan ki bunda iş bolsa da maniyetimiz. Ama fiilinin üzül ötken zaman fiili kılındı. Neymiş hadise? لتحقق الوقوع شنو هو ونذكر فكأن الشرط واقع بالفعل خد الشرط عمليته در واقع عمليته yüzbir boğandı gidek bu mu yüzbir bulamalı fiil bulamalı lakin cezmen buludu denge ve iza nufiha fi sur nufiha fiil madi yani denge cezmen büyüdürüdü denge köstürüdü bi hilafi innin hilafla in bunun okşamaydı فإذا قلت مثلا sen bunda desen İn ebra min meradi etesaddaq bi elfi dinar. Kunte şakken fil bur. Yani eğer sen bunda desem. Eğer men kişilerimden sakayıp kalsam. Şu kalsam da sakaysam demeyseler. Sakayıp kalsam deyseler. Şekline bildiriştin. Eğer men kişilerimden sakayıp kalsam. Etesaddaq bi elfi dinar. Min tillah sedik kılmen. Desen kunte şakken fil bur. Desen ne mıkam bulursan. Kişilerin sakayışı da şek kılan bulursan. Bir şey kapamaz. Feiza diyen feiza kulta iza kiyen kulta aslında kulta diyen dedin buludu. İza kiyen buldu desen deyimiz. An kunta diyen cevap. Kunta şakken fil bur diyen aslında sen şek kılıcı buldun buludu. Lakin iza kiyen deyimiz cevap ne ha? Şek kılıcı bulu sende. Tekunu meselemiz. Lakin %100 yani inak cezim bilen. Ve iza kulta ve eğer sen bunda desen iza bari'tu min maradi tasaddaqtu kunte cazimen bihi ev kel cazim. Yani sen izâ yani kaçan ki ben kisilemden sakaysam ben kaçan ki kisilemden sakaysam tasaddaqtu diyen gibi mintillah sadakat bilmen mintillah sadakat cezmen bilmen sen kunte cazimen bihi diyen gibi sen bu şunu ya sadakat bilişke cezim kılgan bulursan cezim kılgan ya kisilemden sakayışıga cezim kılgan bulursan ev kel cazimi ya ki cezim oşu bulgan bulursan diyen gibi demek ki ben hiç kılmayla bir ortada. Böyle cezim %100 cezimleştirgen. Yani bu şu galebetul zan. Yani gumanı cezimge etmeydi lakin cezimden biraz düven. Gumanı şunun gumanın köp kısmı şu yani %99% boludu diyen. 100% bolmuşsun 99% diyen halette. Ve ala zalika yani bu şu kaidik asasen ve ala zalika ma esmaül işaretinde bilgisayar kılatıdı o. Yani el asl kaide ne? Asl kaide iza li tahakkukul vuku in li şek diyen bu şu. Kaidik asasen hoş. Fel ehvalun nadiretu tuzkeru fi hayyizi in. Nadir ahvallar, nadir haletler, az görülen haletler innin dairesinin içinde zikir kılındı. Hayyiz diyen daire. İnnin dairesinin içinde zikir kılındı. Vel kesira, vel ehvalul kesira. Hem de burada köp haletler fi hayyizi iza. İza'nın dairesi içinde zikir kılındı. Şunda Kur'an-ı Kerim'i karaydıgan olsak, tamam iza gelen yani köp haletlerde in az haletler geldi. Tamam mı? Mesela ve min zalike kavluhu teala bunun kadar Allah Teala'nın mesela فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِي وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَّعَهُ Ula kaçan ki nima hasene diye yaxşılık kelsin, yaxşılık cinsi, yaxşılık qıtava, qanday yaxşılık olsun, yaxşılık qıtava, yaxşılık cinsi kelsa قَالُوا لَنَا هَذِي bu bizning, bu biz uchun, bizning bu deydi. Ve en tusibhum sayyi agar ulağa yamanlık sayyi degan birer yamanlık qildi, sayyi degan birer. Yani bir türlük, fakat bir türlük yamanlık, bir xil yamanlık kep qalsa, yetib qalsa, nima yattayyaru bi Musa, Musa ve Musa bilan billah Musa'nınki hamrohlaridan shumpal oladi. Bu endi nima degan gap, yani bu Fir'avn haqida kelgan. Ularga yaxshilik kelsa nima deydi u?
Abi biz üzümüz tirişdik, üzümüz işler taptık deydi yaxşılıkni. Qanday yaxşılık kelsa? Shunday yomonlik gap bo'lguncha Musa alayhissalomdan nima qiladi o? Bir şey qiladigan bo'lsanglar fa iza degan yerda ja'atuhumul hasana. Çünkü ularga yaxshilik kelishi Alloh taolo uning bergan ne'matlari, har turli ne'mat, hammasi yaxshilik. %100 yaxshilik kelishi %100 va ko'p, yaxshilik ko'p keladi. İza bilan keldi. Ja'atuhum fil madi o'tgan yana shu. Juz litahaqququl vuqu ja'at deb keldi. Unga al hasana ilif lam bilan ma'rifa keldi. Ilif lam cins bilan. Tushundingmi? Endi ma inni qaraydigan bo'lsangiz inga. Ve in tusibhum deb yani yamanlık diye bir seyyatinden nekir geldi. İn avlen in yani yamanlık kilishi nima? Az yüz buludu. Nadirat vuku. Az yüz buludu. Yamanlık az yüz buludu. Yine bir gel kilişini şekva atır. Kiliş gelmezkide şekva. Kiliş gelmezkide şekva. Onun geneden seyyatin diyen bir xil yamanlık kömemez. Bu olsa kurvakçılık. Fakatlam. Yani bir önge kavmi kurvakçılık gelgende Musa Aleyhisselam'ın kavmine ne aldı? Şumpal aldı. Ama her türlü yaxşılık kelgan çağda bizim üzümüz dinlep durdu. Şu çağdaki faiza bilen inni kesiki dikkat sana mündamına. Davadaki felikevni meci'il haseneti muhakkakan. Yaxşılıkның kelişi muhakkak boğalık üçün, cezme boğalık üçün endima cümle itirazım yer ki idin muradu biha çünkü bunun bu ayetteki murad bu yaxşılık degan murad mutlaqul haseneti şamili li enva'in kesir. Nurgulgan türlerini öz içine aladigan yaxşılık, mutlaq yaxşılık murad bu yerden. Kema yufhamu min at-ta'rif bi al-cinsiyye. İliflam cins ki ma'rifatlikdan mu şu tushunildi. Ma'rifat degan cins uchun kelgan iliflam jinsi olsa, iliflamli cins olsa, yani yaxshilikning jinsi. Qanday yaxshilik bo'lsa, az olsun ko'p bo'lsa chiqib, yaxshilikka tava, yaxshilikning mohiyatiga kirgan narsa olsa, ham shu ichkari yuradi. Shundan bilingandek, shunun bilindi yaxshilik, umum yaxshilik zukira ma'a iza. Nima cümle itirazı tükedi. Zükre ma'idani bilen devam ediyor. Yani felikevni mecil hasen yaxşılıkның muhakkak yaxşılıkның kelişi muhakkak bo'lganligi uchun ne bo'ldi? Zükre ma'iza. İza bilan zikr qilindi. Ve ubbira anhu bil madi fi'l madi sig'isidan iborat keltirildi. Fa iza nima? Ja'atuhumul hasana deb ja'at deb fi'l madi sig'isidan iborat keltirildi. Ve likevni meci'is seyyiati nadiran amdi. Yamanlıkның kelişi nadir bo'lganligi uchun endi men yine cümle itirazım yedik ama. Sızıkçının otururken ise cümle mu'taraz. Tushunarmi? Çünkü bu yamanlık olan murad bir yerdeki nev mahsus gen mahsus bo'lgan bir tür, bir xil deb ma'naymiz. Kema yufhamu min at-tankir. Nakil keltirishni tushuniladi shu. Nakil keltirib tushungandek nimadan tushuniladi? Indan tushuniladi. Ve huvel cedbu. Bu bir xil qurg'oqlik nima? Bu bir xil yamanlık olsa cedb, qurg'oqlik, qahatchilik. Nima? Endi meyadaki cümle itirazı tüküdümanim deyimiz velikevni meci'is seyyati yani yamanlıkның kelişinin nadir boğalık üçün in bilen zikir kılındı. İn bilen zikir kılındı. Ve ubbira anhu bil mudari. Bunundan ne bilen zikir bu manadın fiil mudari bilen ibare bilildi. Fiil mudari bilen. Ve in tusibhum seyyatinde. Fiil madi kâmi demek. Bunu kelime yüz bilişi nadir. Yüz bilişi nadir. Yüz bilip kalıştı bir şek var tıkı. Yüz bilemdi ben de şek var. Şunun için bir xil cakamet fakat bir xil bala. Şunun için dem geldi. İn deb geldi. Gen fi'l mudari tusib deb fi'l mudari'den geldi. Balagat pasat yemiş bana. Fil ayeti bu ayetin başka manalar mesela min vasfihim bi inkar ni'am mesela ulanın nimetlerini inkar ulanı nimetli inkar kılış falan sıfatlaş mesela. Mesela Allah Teala onun nimeti taksa bizden bu bizim günahımız bu deb inkar kıldı bu çıkıdı o. Ve şiddeti tahammülü ala Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'a katlık zulüm kılış mesela. Mala yakfa yani Musa Aleyhisselam bunu bala üstü eskidiğin gelse Musa Aleyhisselam'a atıp koyuş Musa Aleyhisselam'a adaletsizlik kılışını ibadet mekfi olmayan mağdurlar hem var. Lakin bizim asasi nimemiz bu bir yerde. Hem de biz in bilen ilanın farkını bilip olgan bulduk. Hem de lev. Lev kanım üçünse ve lev hem li'şarti fil mudiyyi. Yani ötken zamandaki şart üçündür. Ötken zamandaki şart üçündür. Veliza şu sebepten lev yelihal fi'l madi diyen gap. Lev'ge devamlı fi'l madi'nin mi geliyor? Fi'l madi yanlış geliyor. Asıl kaide. Hem de felçakta fi'l mudari gelişimi mümkün. Devamlı işini ifadeleş için. Peki asıl kaide ne mi geliyor? Fi'l madi geliyor mesela. Velev alimallahu fihim hayran la esma'ahum. Yani eğer Allah uların hakkında eğer Allah uların hakkında birer yaxşılıkni bilgen bo'lsa edi, çünkü bilgen bo'lsa edi demaydi biza. Bilgen bo'lsa edi la esma'ahum degan
albatta ularga anglatgan bo'ladi. Albatta ularga ya'ni nasihatni, yaxshilikni ularga anglatgan bo'ladi. Chunki agar ularga yaxshilikni anglatsa, u nima qiladi? Agar Alloh taolo ularga yaxshilikni anglatgan bo'lsa, hammasi yuz o'rib qochadi. Demak, Alloh taolo bular yaxshilikni bilmaydi. Allohning ilmi azalida bularga nasihat kor qilmaydi bu mendagi eski odamlar. Shunga bular nasihat qabul qilmaydi. Anglatsimi bular yeni yuz o'rib qochadiganlar. Beshadki va lav degan nima uchun keladi? Ya'ni law ji'tani akramtuk. Agar menga sen kelgan bo'lsang, men sana hurmat qilgan bo'lardim. Sen kelmeding, sana hurmat qilmadim. Demak, law kelganida bu jumladagi qarshi ma'nosi berdi bizga. Tushundingmi? Ya'ni ma'lum agar Alloh ularni yaxshilikni bilgan bo'lsa anglatgan bo'ladi demasdimi? Alloh ularni yomonlikni bilganligi uchun ular anglatmadi. Shundan bunda ma'nosi, ta'dil ma'nosi tamommi? Masalan, law kana fihima illalloh, law kana fihima alihatun illalloh la fasadata deganmi? Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, osmon zaminning nizomi buzib ketgan bo'ladi. Ma'nosi nima? Osmon zaminda Allohdan boshqa iloh bo'lmaganligi uchun osmon zamindagi nizom buzilmadi. Bunda ma'nosi bor. Va mimma taqaddama va oldin o'tgan bu masalalardan taqaddama yu'lamu shu bilinudurki annal maqsuda bizzat maqsud bizzat bo'lgani jumla shartiyadan va javobdir. Biz shuni bildikki, bizniki jumla shartiyadagi bizning asosiy maqsad nimadir? Nima emas, shart emas, javobdir. Mana bu javobdir. Fa iza qulta san masalan bunda desang, in ijtahada zaydun akramtuhu. Agar Zayd tirishsa, unga hurmat qilaman desang, kunta mukhbiran bi annaka satukrimuhu. Sen Zaydga hurmat qiladiganligingni xabar bergan bo'lasan. Walakin biroq fi hali usul ijtihad, ya'ni tirishchilik yuz bergan vaqtida. Ammo bakal emas. La fi umumil ahval, degan hamma ahvolda emas. Faqat tirishchilik yuz bergan ahvolda nima qilasan? Buni hurmat qilasan. Demak, mushu nima qaydning ma'nosi? Tushundingmi? Qaydning ma'nosi mushu. Birinchi holatning ichidan bir holatni qaydlash degan ma'nosi bo'ladi. Qaydning ma'nosi bo'ladi bilasizlar. Va yatafarra'u ala hada. Mushu gapimizga asosan, ya'ni maqsud bizzat jumladagi jumla shartiyadagi maqsud bizzat shart emas, javobdir degan gapimizga asosan annaha tu'addu khabariyya aw insha'iyya bi'itibari javobiha. Endi bu jumla xabariyya yoki insha'iyya ekanligi nimaga asosan bo'ladi desanglar, javobiga asosan bo'ladi. Ya'ni agar bu jumlaning javobi agar jumla xabariyya bo'lsa, bu jumla kamildan bo'ladi, jumla xabariyya bo'ladi. Agar bu jumlaning javobi insha bo'lsa, bu kamil jumlaning bo'ladi, insha'iyya bo'ladi. Şimdi biz bu cümlege nima berishda, mavzu unvon qilishda bu insha'iyami, xabariyami deb biz o'qishda javob qaraymiz. Javob agar insha ma'nosida bo'lsa, jumla kamil insha. Agar javob xabar ma'nosida bo'lsa, jumla kamil va xabar. Ya'ni agar sen qopsang, men turman desa jumla nima? Jumla xabariyya bo'ldi. Agar sen qop, men muqpay. Qum anta, ana aqum. Yani sen qop, men muqpay deb masalan, men qopay yoki deganda bir insha emas, javobda insha kelsa, ya men qopay, ya sen qopqin. Yoki Alloh sana barakat bersin. Men duo qilay, Alloh sana barakat bersin. Masalan, ana ad'u lak, Alloh yubarik fik. Masalan, barakallohu fik desa, men sana duo qilaman, Alloh sana barakat bersin desa, jumla insha'iyya. Shundan shuni qaraymiz. Ha, xo'sh. Endi va amman nafi. Biz endi nima keldik? Nafiga keldik endi. Nafi bilan jumlani qaytlash. Fattaqyidu bihi. Nafi bilan jumlani qaytlash yakunu bisalbin nisbati ala wajhin maxsus. Maxsus yo'l bilan nisbatni salb qilish, tartib elib o'tish bilan bo'ladi. Nima nafi bilan qaytlash? Mimma tufiduhu ahrufun nafi, ya'ni nafi harflari ifodalaydigan maxsus yo'l bilan nisbatni salb qilish bilan tartib etish bilan bo'ladi. Nafi bilan qaytlash. Va hiya sitta, nafi harflari qancha? 6 dona harf bor. La va ma va in va lan va lam va lamma. Hammasi harf nafi, ammo ifodalaydigan ma'nolar o'xshamaydi. Boshqa ma'nolar ifodalaydi. Masalan, fa la lin nafi mutlaqan. La mutlaq nafi uchun keladi. Masalan, o'tgan zaman, keladigan zaman, hozirgi zaman va mis uchun ism, fe'l hammasi kelaveradi la. Shundaqmi? Va ma va in ma ikkisi li nafil hal.
hozirgi zamanni nefi qilish uchun keladi. Hozirgi zamanni inkor qilish uchun keladi. In dakhala alal mudari. Agar fi'l mudari kelsa, agar fi'l mudari kelib qolsa, hozirgi zamanni nefi qilish uchun keladi. Va lan li nafi istiqbal. Kelgusini nefi qilish uchun keladi. Masalan, مثلا إن أنا إلا نذير مبين إن يضرب مثلا ما يجي من خير degandek ish qilib o'sha film ma yoki in kelib nafi kelib qolsa deganda buni o'zini nima aytasiz hozirgi zamon nima aytasizlar masalan ma yaqumu zaydun desanglar masalan ma yaqumu zaydun desanglar ya'ni Zeyd o'rnidan turmoqlik. Zeyd hozir mush holatda o'rnidan turmoqlik. Zeyd o'rnidan turmaydi, u kelgusida turmaydi emas. Hozirgi mush zot mush vaqtning o'zida o'rnidan turmagan. Turmayotdi u degan ma'noni ko'rsatadi. Xuddi shuningdek. Lan tutsilmasdan lan adkhula al-bayt desa, men bu uyga bundan keyin kirmayman. Lekin buni yeni boshqa ma'no bo'lib, hargiz degan ma'nosi bor. Lan adkhula Hadal beyt deb men bu uyga hergiz mi kirmayman. Bundan keyin hergiz mi kirmayman degan bo'ldi. Yani bundan keyin ko'rsatdi, yine birga hergiz mi degan kuchni, ta'kidni ben bildirdi. Lan bek kuchli. Kildigan zamandagi nafini kuchlantirishni kirdilar. Ve lamma lam bilan lamma li nafil mudi. O'tgan zamanda nafi qilish uchun keladi. İlla annahu biroq ikkinchisi o'tgan zamanda nafi qilish uchun kelgan bilan illa annahu bi lamma amdi Lamma bilan kelgan nafi yansahibu ala zaman at-takallum. Gap qilgan zamongacha so'rib keladi. Va yahtasu bil mutawaqqa degan bo'lish ehtimoli va narsaga, bo'lish ehtimollik va narsaga xos bo'ladi. Va ala hada bu qoidaga asosan fala yuqal bunda deyilmaydi. Lamma yaqum zaydun thumma qam deyilmaydi. Lamma yaqum zaydun thumma qam deyilmaydi. Vala لما يجتمع لما يجتمع النقيضان ديلميدو كما يقال لم يقم ثم قام ديلدو ولم يجتمع النقيضان ديلدو أما لما ديلميدو من يقول تسامع لما ديانا معنى سيدة قندا بردو مثلا من سوسم أجاء زيد هل جاء زيد سوسم مثلا لما جاء Lemma ca deb javob bersangiz, lemma ca zaydun yoki lemma yaji zaydun deb javob bersangiz, nima degan bo'ldi bu ma'nosi? Texi kelmadi. Zayd texi kelmadi. Bundan keyin kelish ehtimolligi bor. Bundan keyin kelish ehtimolligi bor. Hozirgacha kelmadi. Ya'ni shu o'tgan zamonda tortib ila zamanat takallum. Men gap qilgan zamongacha hozirgacha nima kelmadi. Nima texi deb. Texi demaydi biz. Texi kelmadi. Lam yaji desam nima kelmadi? Mutlaq. Lemmeci kelmedi. Lekin lemmeci tehi kelmedi. Bundan keyin kelish ehtimolliği bor. Mana shuni olma. Tehi kelmedi. Bundan keyin kelish ehtimolliği bor degan ma'noni bildirdi. Agar lemmeci desam-chi kelmedi. Bundan keyin ehtimolliği bor yo'q degan gap yo'q, un gap yo'q. Lekin kelmedi, mutlaq kelmedi. Farqi shu. Lemmani nimasi bilib o'tishing kerak. Uni keyin menga misol bergan misolda masalan lamma yaqum zaydun thumma qam degan bo'lmaydi masalan. Zayd tehichi qopmadi. Ondan keyin qopti degan bo'lmaydi. Summa qam degan gap o'tgan zamondan keyin, ondan keyin qopti degan gap, ondan keyin turdi degan gap o'tgan zamonning gapi. Lamma yaqum degan gap cho'ta hozircha qopmadi. Hozircha qopmagan ondan keyin qopti bo'lamdi, bandash yo'q edi. Ya'ni hozircha qopmagan qopmadi. Summa qamda kelgan bo'lmaydi, atfiq qilolmaydi mana bu. Lekin nimaga atfiq qilib bo'ladi? Lam yaqum summa qam atfiq qildi. Zayd qopmadi, ondan keyin qopti degan bo'ladi. Chunki o'tgan zamonni bildirdi. Endi mesela lemma yectemi'in naqidan. İki qarşı narsa, iki zıt narsa hozirgacha jam kelmadi. Bundan jam keladi degan olmaydi. Hozirgacha jam bo'lmadi. Bundan jam bo'ldi chunki aqliy masala bu, aqliy masala. İki qarşı oq bilan qora bir zamanda paydo bo'lmaydi. Narsa mesela ma'nosini rangi nima? Oq. Bu hozirning o'zida qora bo'lmaydi, tushunarmi? Ya qora bo'ladi, qoranga bo'lsam, ya oq bo'ladi. Anda birlikda paydo bo'lmaydi. Bu nima demakchi? Ya'ni bu demak bu aqliy masala, mangulik masala. Lam yajtami'in naqid, lamma yajtami'in naqidan degan bo'lmaydi, lekin lam yajtami'in naqidan degili bo'ladi. Falamma fi an-nafyi taqabul.
Nefideki felemma fin nefideki lemma diyecek sebepten nima bizde zarf lemma bağlı. Lemma kana keda degende nefi emas. Şu nefideki lemma diyecek ma. Zarfteki lemma başka, lemma zarfiye başka. Hine manizle kelgen. Ma nefideki lemma başka. Nefideki lemma tuqabilu qad fil isbat. İsbattaki qadga qarşı qarşı keladi. Manzat o'xshash. Tuqabil qarşı qarşı man degan gap udul keladi. Masalan, hal ja'al emiru desem qad ja'al emir. Qad ja'al emir dese bayatın geldi. Qad ja'a degan keldiğin zaman azı zaman yaqinlashtirish uchun keladi. Taqrib. Taqribil madi ila al hal. Qad mishalki. Bayatın geldi. İyi bay geldi. Bayatın kelgan edi degan ma'noni ko'rsatadi. Xuddi shunday lammacho inkor qilish bab kelganda shu kamidi zet keldi desam, tegichi kamidi degan xuddi bizga ma'ni jihatdan nima o'xshib qoladi degan gap. Ve hina idin yakunu men fiha şu chaqda yakunu men fiha lammaning manfisi qaliban min al hal degan gap halga yaqin bo'ladi. Halga so'rab ekanmaydi, halga yaqin bo'ladi. Fala yasihhu chaqda lamma yaji Muhammadun fil amil madi degan bo'lmaydi şu an. Muhammed ötken yılda hazır kelmedi degan olmaydi. Lem yeci degan bo'ladi. Muhammed ötken yılda kamil degan bo'ladi, ammo Muhammed ötken yılda hazır kelmedi degan olmaydi. Gap qamlashmaydi bizga. Xo'sh, endi bu masala tugadi. Va amma tawabi tabi ila bilan jumla qaylash. Mutlaq jumlani tabi'aga kuchlar bilan. Tabi'aga kuchlar degan birinchi lug'at nima? Harf al-atf masalan, atf, sifa. Onun kendinden bedel, atf bayan. Bu hammasi nima? Tawabi. Bu tawabi bilan jumla qaytlash. Bu nima uchun desa, fattaqilu biha bu tawabi bilan jumla qaytlash yakunu al-aghrad allati tuqsadu minha. Ash tawabi bilan maqsad qilinadigan g'arazlar uchun bo'ladi. Endi fannat birinchisi sifat masalan. Sifat bilan jumla qaytlash nima uchun desa, yakunu lit-tamyiz. Ya'ni mavsufni ayirish uchun, mavsufni boshqa mavsuflardan aniq ayirish uchun bo'ladi. Mesela nahu hadara Aliyun el-katib. Hadara Aliyunil katibu desem, Ali geldi desem, Ali degan cık. Ben Ali'nin bu Ali, kasap Ali, alim Ali, neccar Ali, katib Ali var. Qasi Ali bir kelganda desem, Aliyunil katibu desem, katib Ali keldi. Ben Ali'ni nimadan boshqa Ali'lardan ayirib oldim. Bu temiz uchun keladi. Buni sifa mumeyyize deb ataladi. Endi vel keşf için geldi bazıda. Sifa kaşife de batıldı. Sonunda ama ne tefsir Nesefi'de Elif Lam Mim Dalgal kitap diyen niyati keşf sifatte sifa kaşife tefsir bir sifa kaşife de çıkan sonunda bu esas. Aç sifa kaşife müşmel. Sifa kaşife diye kanal esas sifa kaşife. Nahu mesela el cismu tavilul aridul amiqu yeşgalu hayyize min el farag. Yani uzun, kem, çonkur cisim minel farag degan boşluktan dairini egallaydi. Boşluktan bo'lgan bir dairini egallaydi. Buni degan gap uzun emas, keng emas, cho'nqur emas jism boshliqdan dairini egallamaydi degan gap emas, yaqin emas. Jism bo'ladi ekan, buni bo'ladi. Buning uzunligi bo'ladi, egizligi, kengligi bo'ladi, cho'nqurligi bo'ladi. Uzun degan masalan bundaq uzun qisqa. Keng degan bundaq qisqa keng. Ma emek degan ma cho'nqurligi bundaq bo'ladi. Bu 3 taraf bo'ladi. Yaqin narasining. Bu 3 taraf bo'lgan narsa bo'ladi, jism bo'ladi. Agar bu 3 taraf bo'lmasa bo'ladi, bu javhar. Tushundingmi? Jism bo'lish uchun chuqur taraflar bo'lish kerak. Endi bu yerda uzun, keng, cho'nqur narsa bo'shliqlarning ma'lum makonini egallaydi desak, buning ma'nosi agar uzun bo'lmasa, keng bo'lmasa, cho'nqur bo'lmasa, bo'shliqlarning ya'ni egallamaydigan o'xshaydi degan bo'lmaydi ma'nosi. Ma'nosi nima? Bu yerdagi sifa kashifa. Biz bu jismni ichib beryapti bizga. Jism degan bunday narsa. Ya'ni jism demak jo'g'ini jism yashg'alu hayza min al-faraq demakchi. Jism bo'shliqdan bir o'rinni nima qiladi? Egallab turadi. Maktab masalan, maktab hozir mushuncha qalaman men bu yerda bunda turib ya'ni egizlikni 2 sm ya'ni egallab turdi. Tushundingmi? Xuddi bunda demakchi. Maqsad jismni tunishtirmoqchi edi. Jismni kashf qilmoqchi, sizga ichpamoqchi, ta'rif qilmoqchi. Hargizmi buniki qayd qilib boshqa narsani chiqarib o'tadigan, ammo Aliyul Katib deganday, Katib emas, Ali Najjar, Ali olimni chiqarib o'tadigan nima emas, qayd emas, qayd ittifoqiy deb qo'ysam bo'ladi.
Ve ta'kid için bo'ldi mesela. Tilke aşaratun kamile. Bazı sıfatlar nima uchun? Anda ya temyiz uchun kelmaydi, ya kashf uchun kelmaydi. Nima uchun keladi? Ta'kidlash uchun. Jumlaning mazmunini ta'kidlash. Yangi bir ma'no qo'shmaydi. Faqat ta'kidlab kuchlantirdi bas. Nima? Tilke aşaratun kamile. Ana shu to'liq 10 kun degani. As 10 degan 9 ma? 10 degan 9 ma? 10 11 ma? Ha, tam 10 degan 10. Xossan 10 degan. 10 deganga cho'q 10 bo'lish kerak. Ammo kamila deb ishga turdi, ta'kidlash uchun. To'liq bo'lish kerak. Ammo 10 kun 9 kun tutsam bo'lmaydi. Bo'lmasa 10 degan 10, ammo nima ta'kidlash uchun keldi 10. Mana kamila degan sifat 10 ni nima qilish uchun? Ta'kidlash uchun. Cho'qim 10 kun tutishinglar kerak. Kam bo'lsa bo'lmaydi demakchi. Val madh ba'zida sifatlar keltirish madihlash uchun kiradi masalan. Sifat nima uchun sifatlaymiz? Madihlash uchun. Iniqlash sifat yoki bir nima qilish emas, kashf qilish uchun emas yoki ta'kidlash uchun emas, balki madihlash faqat. Masalan, hadara Khalidunil Humam. Masalan, jaa bi Mirza al-alim desa masalan. Nima degan bo'ldi ma'nosi? Ya'ni himmatli Xolid keldi. Olim bi Mirza keldi, shayx bi Mirza keldi desam, bunun bir nima demoqchi bo'ldim? Damlamoqchi. Bi Mirziniki sifati bilan qo'shib, olim yoki qoli, nomlar deb qo'shib desam nima degan bo'ldi bu? Madh uchun bo'ladi. Bazdan ba'chaqda sifatlash sukash uchunmi keladi? Sukash, ayıplash mesela. Ve imraatuhu hammalatul hatab mesela. Anladın? Mesela Davzaqqa Abu Lahab keldi ve onun ayoli hammalatul hatab diye utan ko'taruvchi ayoli ham keldi. Utan ko'taruvchi ayoli deb ayolni hammalatul hatab deb maydi. Ve imraatuhu hammalatul hatab bo'lganda nima bo'ladi? Ammo ve imraatuning sifatidan ma bor. Amma ikki xil qiraat masalan hammalat deb kelganda. Bu yerga hammalatul hatab degan qiraat bo'lganda nimaniki halomay uchada nima bo'ladi? Sifat bo'ladi. Bu sifat nima uchun kelgan desanglar, o'sha vamrani sukash uchun. To'xtamay Rasulullohning yo'liga utan tushib axlat tikan tushib charchadan xotin edi. Mush xotin utan tushuvchi xotin keldi deb nima qilgan bo'ladi. Ammo halos shu chaqda duzoqqa utan tushib keldi degan bo'ldi chaqda. Duzoqdamayda utan utan yurdi degan gap. Şıkılmanı burada. Hem de ve terahüm bazı sıfatlar terahüm içi ağırtış için bulur. İçi ağırtış. Mesela ahsin ila Halid'in miskihi. Bir çare Halid'e yaxşılık kılın. Bir çare Halid'e yaxşılık kılın deydi. Bir şeydi ki miskin degan sıfat ne için gelgen? İçi ağırtış için gelgen. Hem de hoş bir atf bayan kaldı kemde. Atf bayan sıfatın gibi tügedi. Atf bayan yakunu li mujarrad tevdi'. Atf bayan fakat nima qilish uchun izah cümlenin ma'nosini ro'shanlashtirish, uchuqlashtirish, izohlash uchun ham keladi. Atfayan. Mesela aqsama billahi Abu Hafsin Umar deb kelsa mesela. Aqsama billahi Abu Hafsin Umar desek, mishadiki Abu Hafs degan nima ma'tuf Umar atf bayan. Allah Taala Abu Hafs Umar Allah bilan qasam qildi demaysiz. Mishadiki Abu Hafs yani Umar degan ism Abu Hafs degan nima faqat tavzih uchun kelgan. Yani boshqa bir ma'no qatmaydi, faqat boshqa bir madihlash uchun emas, faqatlam Abu Hafsni nima qildi? Uchuqlashtirdi. Qozi Abu Hafs bu deganda Umar keldi, Umar xalifa ekan deb bildik. Yoki ba'zida lit-tawdihi ma'al madah. Ba'zida madih bilan birga tavzihni uchuqlash, ro'shanlashtirish uchun keladi. Masalan, ja'alallohu al-Ka'bata al-Baytul Haram qiyaman lin-nas. Alloh taolo Ka'ba, Baytul Haramni insonlar uchun barpo qilib berdi desam ishadi. Masalan, al-Bayt Ka'bata al-Baytul Haram nima atf bayan ishadi, atf bayan. Bu atf bayan birga Ka'ba degandan Kabe degan aslida ma'no tushuniladi. Kabe desak, buni tushunmay qolmaymiz. Ammo Baytul Haram degan nimani bildiryapti? Bizga madihani bildiryapti. Demak, bu Kabe ondan normal Kabe emas, bu Kabeda gunoh qilish nima harom qilingan, hurmatli Kabe deganni bildiryapti. Va yakfi fi at-tawdih, amda bu ma'at bayonniki ro'shanlashtirishda ay yuwaddiha as-sani al-awwala inda al-ijtima'. Yani ikincisi yani atf bayan, birincisine cem bo'lganda ro'shanlashtirsa bo'ldi. Birga kelganda ro'shanlashtirsa bo'ldi. Va illam yakun awdah minhu inda al-infirad. Yolg'iz kelganda ma'tufdan ro'shan bo'lmasin bo'laverdi. Ma'tufdan uchuqroq bo'lmasin bo'laverdi. Ikkisi birga kelganda ham ma'ni ifodalaydigan bo'lsa bo'ldi. Masalan, ki Ali Zeynul Abidin masalan. Ali degan ism nima ismi xos, shundami? Ismi alam. Zeynul Abidin degan sifat. Zeynul Abidin deb yolg'iz kelsa, hech kim bilmasligi mumkin. Lekin Ali Zeynul Abidin deb kelganda-cho hammadan biladi. Chunki bilib kelganda ma'ni ifodasi bo'ldi. Masalan, val asjadu az-zahab degan shunga o'xshash. Asjad degan oltin desam, zahab degan oltin degan gap.
İkisi birlikte gelgende ma'nini yurt ifade oldu. Endi atfun nasak bizde yine endi atfun nasakda bir atf var. Atfun nasak degan normal atf şunu alman, normal atf yani. Vo summa degan atf qilgan. Atfun nasak nima uchun bo'ladi? Atfun nasak bilan jumlani qaytlash yakunu lil agrad allati tuaddiha ahruf al atf. Yani atf harflari ado qiladigan g'arazlar uchun yoki atf harflari elib boradigan g'arazlar uchun bo'ladi. Masalan, kat tartibi ma'a ta'qib fil fa masalan. Fa nimani ifodalaydi masalan? مثلا جاء عمرو وزيد desem ماذا جمع mutlak جمع ifadlaydı. Zeyd bilen Amr geldi desem. Amrun geldi mesela جاء زيد فعمر desem aval Zeyd geldi arkadıllar keynidillar mı geldi Amr geldi diyen ifadlaydı. Ben جاء عمرو ثم زيد desem çoğu Amr geldi, Amr kıpıla bir uzak vaktin keyin mi geldi? Zeyd geldi diyen gibi. Yani demek bu şunu biz gibi ortada. Tiket tertibi ma'a taqif fil fa ve ma'a tarahi fil summa diyen bu. Amdi biz üçüncüsü en ahirkisi vel bedel. Bedel bilen cümle kayıtlıkatülüş ise yekunu li ziyadeti takriri vel idah. Bedel bilen cümle kayıtlıkatülüş cümleneki mukarrerleştirişini ziyade kılış ve izahlaşını ziyade kılış. Cümleni benim kıldığı mukarrerleştirildi. Onu müstehkemleştirildi. Onun için izahlaydı, takım uçuklaydı. Demek bedel mahiyetin nemini küçülükten gel, et bayanını küçülükten gel. Bedel et bayanını küçülükten gel. Nahu mesela Kadime İbni Ali. Benim oğlum Ali geldi. İbni Ali. Oğlum Ali geldi dedi. Fi bedel kul. Bedel kul minel kul ne bilirse Kadime İbni Ali. Çünkü ben İbni diyen ben mübdel minhu. Ali diyen bedel. Ali Aş İbni'nin hemmesinin bedel elinde, hemmesinin. Asas maksadımız nerede? Asas dikkatimiz ne kararlıdı? Az 50'yi kararlıdı. İbni kararılmayı 50'yi kararlıdı. Hem de vesafel cundu eglebuhu diyen bedel ba'd minel kul. Askerlerin köpreki sefer kıldı deyimiz. Askerler sefer kıldı, köpreki sefer kılmayımız. Askerlerin köpreki sefer kıldı deyimiz. Bir şeyde el cundu mübdel minhu eglebu bedel. Bizim dikkatimiz ne karaydı o? Eglebu karaydı. Yani eglebu yani cundun hemmesini amay, cundun bir köp kısmı geldi, sefer kıldı, az kısmı kaldı. Az kısmını kapıyorduk. Şunu alma, mal biz kelim. Ve nefe'anil ustadu ilmuhu. Ustazının ilmi bana menfaat kıldı değiştirmeydi. Ustaz bana menfaat kıldı, ilmi menfaat kıldı, bir şey menfaat. Ustaz menfaat kılmadı. Ustazının ilmi menfaat kıldı. Fi bedel ihtimal, ma bedel ihtimalda. Yeni bir yerde Ca'a Zeydun Amrun dedim. Ca'a Zeydun Amrun. Zeyd geldi. Ya Emir desem ya da demek bedel galat. Uçakta demek bedel ile atf beyanının asas farkı nerede? Atf beyanda asas maksat nerede? Asas dikkatimiz atf beyanda ma'tuf bulundu. Yani atf beyanının ilgisi de bulundu. Lakin ne dedi çoğu? Bedel de çoğu asas maksat bedel de bulundu. Şunu ama şunu bilmem. Yani bedeldeki asas maksadımız kim? Bedel. Öyle bakalım ya da mesela bedel ihtimalda nefe'anil ustadu ilmuhu. Bizim maksadımız ilmuhu da. Şu maniyet kanıtı ustazının ilmi fayda kıldı da maniyetimiz. Ustaz fayda kıldı demeyiz şu normal. Lakin atf bayanda çoğu, atf bayanda ma'tuf şu ikisini billah maniyetimiz. Billah. Ca'a Ebu Hafs'in Ömer degan Ebu Hafs Ömer geldi deyimiz yine. Şu normal yine bedel öyle demek ki atf bayanın farkı şu edi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil